Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi darsimizda kriptovalyutalarni cashflowga tushirish, cashflowdan chiqarish bo'ladi. Xo'p, birinchi bizga kerak bo'ladigan programmalar kripto cashflow bo'ladi. Xo'p, deylik Binance'dan biz qanaqadir kriptovalyuta sotib oldik. Sotib olgan kriptovalyutamiz Binance ichida qoladi. Ya'ni Binance ichidagi cashflowda qoladi. Binance ichidagi cashflowda biz tashqaridagi холодный cashflow deyshadi buni. O'shanga chiqarishimiz kerak. Yokida qaysidir boshqa bitta insonga biz kriptovalyuta o'tkazib berishimiz kerak. Shu narsani hozir tushuntiraman. Xo'p. Binance sotib olgan kriptovalyutamiz ham Binance o'zini ichidagi cashflowga tushadi. Binance o'zidagi cashflow agar mabodo Binance o'chib ketib qolsa, u cashflow ham o'chadi. Sizlar sotib olgan kriptovalyutalarga kuyasizlar. Ko'pchilik shu narsadan qo'rqib, endi traderlar misol kunlik olib sotadigan insonlarga bu narsa uncha kerak narsa emas. Lekin kattaroq summada investitsiya qilgan odamga baribir kripto cashflow kerak. Xo'p, aytganimdek Binance kriptovalyuta sotib oldik. Endi холодный cashflowga o'tkazishimiz kerak. Холодный cashflowning ham turlari ko'p. Men maslahat beradiganim Trust Wallet, chunki eskidan bu narsa ishlaydi. Hech qanaqa muammo bo'lmagan shu paytgacha. Обновлениyadan keyin ichiga o'zi tayyor setlarni ham qo'shib berdi. Oldin ichiga set qo'shib, sajdat qilish kerak bo'lardi. Hozir hammasi tayyor turibdi. MetaMask bu ham xuddi shu aytganimdek, buni ham ichiga set qo'shish kerak. Uni ishi sal ko'proq. Bybit bu o'zi birja, Phantom bor. Ko'pchilik bizga Tokenkeeper, Telegramdagi mem coinlarni mashinaga o'tkazdi ko'pchilik. Tengdalik tur ko'p. Shu aytganimdek Trust Walletga kiramiz. Mana Trust Walletga kirganingizda tak. Nima qilamiz? Chiqib ketamiz mana. Dalit. Mana kirganingizda mana shunaqa ko'rinadi sizlarda. Agar o'zingizda qanaqandir cashflowinglar bo'lsa, ochgan bo'lsanglar qanchadir vaqt oldin shuni ulab qo'ysanglar bo'ladi. Agar ochilmagan bo'lsa, sajdat nomi cashflow bo'ladi. O'tga kod qo'yamiz. Swift. Sajdat versiyoni cashflow Swiftdan kirsanglar ham bo'lar ekan. Bu hali beta versiya, unaqa men hali ishlatib ko'rmaganman buni. Eng yaxshisi shu secretniy fraza. Bu yerda sizlarga 12 talik, 18, 24 talik so'z beradi. Har xil so'zlarni shuni yozib qo'yinglar bu yerga. Bu narsani hech qachon yo'qotib qo'ymanglar. Buni hech qachon vastanavit qilib bo'lmaydi. Sajdat qilamiz. Bizda shu cashflow ochildi. Настройка o'ng qo'lda tepada turibdi. Mana bu yerda xohlagan coinlarni o'zingizga olsanglar bo'ladi. Misol bizga kerak USDT. Mana teaser. Ethereum setida mana birinchisidagi, ikkinchisi Tron setida, Solana setida, BNB Smart Chain. Tagdali bu yerda hammasi USDT ni setlar bilan yozilgan. Bizga Tron kerak mana. USDT Tron set. Bu yerda kimgadir jo'natsanglar bo'ladi, qabul qilsanglar bo'ladi. Biz birinchi bo'lib qanaqa qilib qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Biz cashflow ochdik, endi cashflowga pul tushirishimiz kerak. Получить bosiladi. Mana bo'ldi. Sizlar Tron setida tanladinglar. Agar kimdir sizga "Yo'q, men BNB dan jo'nataman, Solana dan jo'nataman" desa, misol USDT bo'lmasin, Bitcoin olmoqchisizlar sizlar. Mana Bitcoin setlari. Bitcoinni birinchini tanlaymiz mana. Bitcoinni o'zini setida. Mana shu BNB Smart Chain'da pul jo'natiladi. Kopировать qilinadi. U odamga shuni tashib olasizlar. Biz endi shuni USDT da qilamiz. USDT. Получить, kopировать. Biz Tron setda tanladik. Endi misol Binance'da, Max'da yoki qayerdandir u odam sizga pul jo'natmoqchi. Hozir sizlar birinchi qanaqa qilib o'zingizga qabul qilishni ko'rib oldinglar. Endi
jo'natib ko'ramiz shu narsani. Binance'ga kiramiz. Aytganimdek, mana o'ng qo'lda eng pastda aktiv. Mana shu bizning cash logimiz bo'ladi. Bu yerda Spotify cash log bor, пополнение bor. Misol bizda o'zimizda mana har xil coinlar bor. Bularni ham hozir ko'rsataman qanaqa o't qilishni. Mana biz eng birinchi USDT kirgan USDT ni ustiga kirib olamiz mana. Agar USDT bo'lmasa, mana bu yerda o'rtada Vivid degan yozuv bor. Vividni bosamiz. USDT ni tanlaymiz. Отправить через криптосеть. Bosamiz. Hozirgi kopировать qilgan adresimizni qo'yamiz. Set. Set tanlayotganda hech qachon adashmanglar. U odam tersini tanlagan bo'lsa, Solanadan jo'natsanglar, boshqa adresga ketib, o'rtada pul просто yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun точно bilib olib, keyin jo'natinglar. Biz Tron'ni tanlaymiz. Bu yoqqa summa. Misol Tron'da komissiya 1%. То есть $1 bo'ldi. $100 ga $1 komissiya oladi. $1000 ga ham $1 komissiya oladi. Farqi yo'q bitta. Qancha pul jo'nashidan qat'iy nazar, atiga $1 komissiya oladi. Misol bu $50, $500 bitta Vivid bosasizlar, pul sizlardan chiqadi, mana shu cash logga kelib tushadi. Endi cash logdan pul chiqarish. Bu cash logga pul tushdi deylik. Tushgandan keyin отправить bosamiz. Bu yerga boy aytganimdagi misol mana shu adresni qo'ydik. Shu bundoq qilganimiz yaxshi. Bu yoqda endi Binance'ga или shunga o'xshagan kripto kashlarga pulni tushirishni ham pramo ko'rib ketamiz. Vot turadi. Bosamiz. Biz mana o'sha ko'rasizlar, bu yerda uzisi paydo bo'libdi. Pul bu O'zbekiston so'mi. Bizga bu narsa hozir qiziq emas. Xo'p, biz USDT ni bosamiz. Set tanlaganda o'tdi. Bu yerda mana ko'rasizlar, BNB'da почти komissiya yo'q edi boya ko'rganimda. Komissiyasi atiga 1 sentmi shunaqa. Yo'q, даже bu yerda komissiya yo'q ham. Xo'p, mana Aptos, Polygon, Ethereum bor, tagdali. Biz eng tezi, eng yaxshisi shu yo BEP20 yo TRC20 tanlashimiz kerak. TRC'ni tanlaymiz. Kopировать qilamiz bu yerdan. Transferga kiramiz. Bu yoqqa вставить qilamiz. Разрешить вставить. Bu yerga summasini yozamiz. Deylik, biz $50 jo'natmoqchimiz. Memo u bizga qiziq narsa emas. Dalay bosamiz. Shu kriptovalyuta chiqib mana shu adresni ichiga tushadi. Ya'ni mana shu kripto kashlog'lar ichiga tushadi. Endi boshqa coinlarni ham qaraymiz. Misol mana Cardano. Или Cadena birinchisida Kda turgan ekan, o'shani. Cardano Ada. Xo'p. Ko'rganingizdek mana boshida o'ng qo'lda tepada turibdi. Shu yerdan biz yozamiz. Ne chiqmadi? Cadena deb yozaylik chiqmadi. Cho'taniydi. Hali bu qo'shilmabdi. Значит, agar qo'shilmagan bo'lsa, bundan plus qilib, o'shani o'zini tiki bor etagidagi, uni sal ko'proq. Doimashki Adani kes qilamiz. Cardano. Xo'p, mana bu yerda chiqdi. Получить bosiladi. Cardano. Kopировать. Shu. Adan bosamiz ustiga. Отправить. Пользователь Binance qo'ydi. Bu yerda через ID o'tkazsam, hozir uni ham tushuntirib ketaman. Bizga 10 Vivid bo'ladi. Ketdi. Bu yerga adresini qo'yamiz. Bu yerda o'z avtomatim o'zini mana seti bor, ko'rasizlar. O'zini setini tanlaysizlar. Bu yerga minimum 2 ta adres jo'natsanglar bo'ladi. Bizda 34 ta bor ekan, o'shani jo'natib olsa bo'ladi. Bosasizlar, Vivid bossanglar o'zi ketadi u yoqqa. Bu yoq cash loglarga
ada tushadi. Bu yoqda paydo bo'lib qoladi. Xo'p, endi bu yoqda xuddi shu narsani qabul qilib olish. Votni bosamiz. Boshqa ada. Kartani. Bizga kartaning o'zini setidan qabul qilamiz. Votga kopировать qilamiz. Votga adaga kiramiz. Отправить. Adasi qo'yamiz. Adani summasi. Misol 50 ta ada. 50 31 ta. 50 men maksimum bosinglar o'zingizlarda borini ham ko'rsatadi. Dalini bosasizlar. U bu yoqqa tushadi. Bunaqa qiyin narsa emas. Просто set tanlayotganda adashib qolmasanglar bo'ldi. Ko'rsatganimdek bu yerda juda ham ko'p setlar bor. Bir-birini adashtirib qo'ymagan holatda tashlaysizlar. Agar adashib qolsanglar, pulinglarga kuyasizlar. Mana. Ethereum set, Solana set, BNB set, Undercover bunaqa setlar juda ko'p. To'g'risi men hammasini bilmayman qanaqaligini ham. O'sha yaxshisi yo Solana, BNB, Ethereum, Electron. Shu to'rttasidan bittasini tashlasanglar bo'ladi. Sizlarga ID, через ID tashlashni ham o'rgataman. O'ng qo'lning tepada mana bosamiz. Mana. Sizlarni ID'lar. Binance ID. Mana shuni kopировать qilib olasizlar. Любой bitta odamga tashlab yuborasizlar. U odam misol отправить qiladi. Отправить qilganda Binance ID'ni tanlaydi. Shu Binance ID'ni shuna qo'yasizlar, ketadi. Agar qabul qilayotgan bo'lsanglar, mana получить bosasizlar, xuddi o'sha ID'ni beradi. Yoki QR kod bilan ursanglar ham bo'ladi. Mana shu tepadagi ID sizlarning ID'inglar. Binance o'zidan u yoqqa bu yoqqa pul jo'natish juda oson. Любой время tap jo'natib yuborsanglar bo'ladi. Вставить, продолжить. USDT bo'lmasa, mana sizlarning o'zingizda bor narsalarni ham ko'rsatib turadi bu. Xohlaganinglarni tanlab o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Yana bu qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar, iloji boricha javob beramiz.